Aka bo'ldi, zakaz chiqib ketdi. Xo'p bo'ladi, rahmat. Aka, sizniki ham chiqdi, pulni o'tkazib yubordingizmi? Rahmat aka, shepim. Bo'pti, ko'rishamiz. Mana bahor yaqinlashyapti. Hamma joyda qurilish, remont boshlanib ketdi. Xullas, siz ham uyingizda remont boshlagan bo'lsangiz, elektr mahsulotlarini optim narxlarda tarqatyapmiz. Bizni CNC do'konimizda avtomatlar, rubinliklar, xullas elektr kabellar, nima kerak bo'lsa hammasini topasiz. Hozir ko'ryapsizlar, bir ikkita odamlarga ishonch qolmayapti. Tokka-ku gapirmasdan qo'yaveringlar. Shuning uchun uyingizda tok o'ynaydi, baland kelishi mumkin, past kelishi mumkin. Bizda zo'r stabilizatorlar bor. Biz mahsulotlarimizning barchasiga 10 yilgacha garantiya beramiz. Prorab akalarim, uyda qurilish boshlagan sheplarim, agar siz CNC do'konida mahsulotlar sotib olsangiz, sizga qo'shimcha ballar beriladi. Mana shu ballarga siz qimmatbaho sovg'alar va Damas mashinasini yutib olishingiz mumkin. CNC do'koni qayerda demoqchi bo'lsanglar, hammaga mashhur o'sha Jomiy bozorida joylashgan. Undan tashqari 12 ta viloyatda ham filiallari bor. Bemalol mahsulotlarni olib, g'olib bo'lishingiz mumkin. Uylaringizda kukulka qilinglar CNC do'koni bilan birgalikda. Bormi? Qadaminglarga qasanot. Mana xabarlar bor. CNC brendi aksiya e'lon qilishgan edi. Kimni ismi chiqsa, kichkina sovg'amiz bor, shu sovg'amizni taqdim qilamiz. Akromov 6405. Shu yerda bo'ladi. 50-raqam. Birinchi raqam 01 kimda? 001. Joyiga tushib. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Davron. CNC Electric brendini O'zbekistonga mana shu komanda bilan birga olib kirganmiz. Aralashtirib oldik, yaxshilab. Yani o'zlari ham aralashtirib beryaptilar. Damas egasi shuncha odamning ichidan 52.000 ball to'plagan ekanlar. Kulmatov Sirojiddin. Rahmat, alhamdulillah. Sirojiddin aka, siz aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz. Aksiyamizda Damas g'olibi bo'ldingiz. Assalomu alaykum. Yangi yil oldi e'lon qilingan konkursimizning g'oliblarini aniqlab oldik. Ustoz 4 ta mezon bo'yicha baholab chiqibsiz. Shu 4 ta mezon bo'yicha qisqacha tushuntirish berib o'tsangiz. Konkursimiz g'oliblarini aniqlash maksimal adolatli bo'lishi uchun biz 4 ta mezon bo'yicha ko'rib chiqdik. Birinchisi demak chiroy, shitni chiroyi, keyingisi ishni murakkabligi, keyin u shitga xizmat ko'rsatish, ekspluatatsiya tomonidan qulayligi va nihoyat PUE, PTE kabi asosiy elektrika qoidalariga qay darajada mos kelishi tomonidan ham baho berildi. Ko'p tanlovlarda montajni chiroyiga qarab, shunga urg'u berib baho berib olishadi. Men o'zim buni noto'g'ri deb o'ylayman, chunki u qadar chiroyli yig'ilmagan bo'lsa ham murakkab bo'lishi mumkin yoki chiroyli bo'la turib umuman PUE, PTE qoidalariga zid joylari bo'lishi mumkin yoki shit yig'ilgandan keyingi unga remont, boshqa xizmat ko'rsatishlar juda noqulay komponovkada qilingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun maksimal adolatli bo'lishi uchun mana shu 4 ta mezon bo'yicha ko'rib chiqdik. Demak, 4 ta mezon bo'yicha konkursimizning barcha ishtirokchilarining ballari qo'shib chiqildi, saralandi va 3-o'ringa Qahramon, 2-o'ringa A'zamjon va 1-o'ringa Mamirov Azizbek loyiq ko'rildi. G'oliblarimizni tabriklaymiz. Sovg'alar tez orada o'z egalariga yetkaziladi. Keyingi konkursimiz Digital brendining mahsulotlari bo'yicha bo'lib o'tadi. Sahifalarimizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugungi aksiyamizning g'olibini
chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Sirojiddin aka, sizga Damas muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Iliq so'zlaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Xo'p, bugun Sensini g'olibi bo'ldik. Xudo xolasa Sensi kompaniyasiga kattakon rahmat. Sensini avtomatlarini sotib, bizga Damas avtomashinasi nasib qilgan ekan. Xudo xolasa shu mashinani biz olib chiqib ketyapmiz. Mana bu Damas avtomobilining kuponini sizga taqdim qilamiz. Rahmat kattakon. Kuponi sizga hamda mana bu kaliti, marhamat, bu sizniki. Mashinangiz tashqarida turibdi. Marhamat, yuring. Ko'ra olamiz. Rahmat, Damas mashinasini yutib oldik. Hammaga nasib qilsin. Rahmat kattakon. Rahmat.